Kunning eng muhim va dolzarb yangiliklari bilan tanishtirib boramiz. Kuzatishda davom eting. Nima qilyapsizlar ahmoqlar? Rossiya davlat deputati Telegram faoliyatini cheklashni qo'llab-quvvatlaganlarni urushga jo'natishga chaqirdi. NATOga hujum bo'lmaydi, ammo qurollanish to'xtamaydi. Kremlning ikki tomonlama o'yini. Aleksandr Lukashenko nega AQShga bormayapti? G'azo tinchligi ortidan yashirin sabablar. Armiya kunidan Quyosh saroyigacha. Kim Chen In o'z vorisini e'lon qilishi kutilmoqda. Yaqin Sharqda keskinlik kuchaymoqda. Tramp Eron tomonga yana qo'shimcha harbiy kuch yubormoqda. Nima qilyapsizlar ahmoqlar? Rossiya deputati Telegram ishlashini cheklashni qo'llab-quvvatlaganlarni urushga jo'natishga chaqirdi. Adolatli Rossiya partiyasi yetakchisi Sergey Mironov Telegram faoliyatiga qo'yilgan cheklovlarga qarshi chiqdi. U Telegram ishlashini cheklayotganlarni ahmoqlar deb atab, ularni urushga jo'natish kerakligini aytdi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Telegramni kim sekinlashtiryapti? Oldingi safga maxsus harbiy operatsiya hududiga boring. Qon to'kayotgan askarlarning qarindoshlari va yaqinlari bilan yagona aloqasi aynan Telegram orqali amalga oshadi. Men narsalarni o'z nomi bilan atayman. Ahmoqlar, nima qilyapsizlar o'zi, dedi deputat. Uning so'zlariga ko'ra Telegramda maxsus operatsiya uchun mablag' yig'ilmoqda. Harbiylarning yaqinlari bilan yagona aloqasi ham shu Telegram orqali amalga oshiriladi. Yana bir bor aytmoqchiman, buni qilayotganlar ahmoqlardir. Bu yerda odamlar Rossiya uchun, rus dunyosi uchun halok bo'lyapti. Sizlar esa nima qilib yuribsizlar? Aqlingizni yig'ing. Bu keskinlashuv tufayli halok bo'lgan har bir harbiy jangchining o'limi sizlarning vijdoningizga yuklanadi, dedi Adolatli Rossiya partiyasi yetakchisi. NATOga hujum bo'lmaydi, ammo qurollanish to'xtamaydi. Kremlning ikki tomonlama o'yini. Rossiya yaqin vaqt ichida Estoniyaga yoki NATOga a'zo boshqa davlatga hujum qilish niyatida emas, deyiladi. Bu Estoniya tashqi razvedka departamentining xalqaro xavfsizlik bo'yicha yillik hisobotida aytilgan. Hisobot 10-fevral kuni e'lon qilingan. Hujjatning kirish qismida idora direktori Kaupo Rozin ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainaga qarshi to'liq ko'lamli urushi boshlanganidan so'ng Yevropa Kremlni keskinlikni oshirish xavflarini sinchiklab o'rganishga majbur qiladigan choralar ko'rgan. Estoniya razvedkasi 2027-yilda ham shunga o'xshash xulosaga kelish mumkinligini qo'shimcha qildi Rozin. U Rossiya harbiy salohiyati oshib borayotgan bir paytda NATO davlatlarini mudofaa xarajatlarini oshirishni davom ettirishga chaqirdi. Rossiya hisob-kitoblarida kuchlar muvozanati doimo bizning foydamizga bo'lishi kerak, deya xulosa qildi Estoniya maxsus xizmati rahbari. Estoniya tashqi razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning harbiy sanoat majmuasi Moskvaga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalar oqibatlarini his qilmoqda. Ammo ularni aylanib o'tish usullarini ham o'zlashtirgan. 2021-yildan beri Rossiya Federatsiyasi harbiy sanoati o'q-dorilarni ishlab chiqarish hajmini 17 barobardan ko'proq oshirgan. Hisobot muallifi buni Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushni davom ettirayotganiga qaramay, ehtimoliy yangi mojarolarga tayyorgarlik ko'rayotganidan dalolat beradi deb hisoblaydi. Shuningdek, Rossiya qurolli kuchlarining barcha turlari uchun ko'p miqdorda uchuvchisiz uchish apparatlarini ham ishlab chiqarmoqda. Shu bois hujjat mualliflari fikricha, NATO davlatlari ehtimoliy mojaroda Rossiya Federatsiyasi dronlarini quruqlikda, havoda va dengizda qo'llashi mumkinligiga tayyor turishi lozim. Hisobot mualliflari shuningdek, fuqarolik iqtisodiyoti pasayish bosqichiga kirgan bir paytda Rossiya mudofaa sektori aynan o'sha fuqarolik iqtisodiyoti qisqarish hisobiga kengayib borayotganini ta'kidlaydi. Biroq Estoniya tashqi razvedkasiga ko'ra, Rossiya iqtisodiyotining to'liq inqirozi ehtimoli past. Aleksandr Lukashenko nega AQShga bormayapti? G'azo tinchligi ortidagi yashirin sabablar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko G'azo sektori bo'yicha tinchlik kengashining birinchi yig'ilishida ishtirok etish taklifini rad etgan. Bu haqda uning matbuot kotibi xabar berdi. Aytilishicha, Lukashenkoga rahbarlar darajasidagi tinchlik kengashi doirasidagi birinchi uchrashuvga taklifnoma ancha kech yetkazilgan. Prezidentning ushbu davr uchun ishchi jadvali allaqachon rejalashtirilgan edi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlariga bajonidil tashrif buyurgan bo'lar edik, ammo kechiktirib bo'lmaydigan masalalar bor, dedi Aysmont. U Yevropa ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalar, shuningdek Yevropa ittifoqi havo hududining yopilgani sabab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan logistika qiyinchiliklari ham inobatga olinganini aytdi. Shu sababli bizning xohishimizga qaramay, prezident ushbu tadbirda qatnasha olmaydi. AQSh prezidenti va tinchlik kengashining barcha global mojarolarini tinch yo'l bilan hal qilish borasidagi sa'y-harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi, dedi matbuot kotibi.
Donald Tramp Ukrainadagi dahshatni tushunyaptimi? NATO ichidagi yopiq suhbatlar siri. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi dahshatli vaziyatni to'liq anglab turibdi dedi NATO bosh kotibi Mark Rutte 11 fevral kuni Bryusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. U Amerika ma'muriyati Ukrainaga bo'layotgan bosimning hozirgi ko'lamini to'liq tushundimi degan savolga shunday javob berdi. U savolga qo'shimcha qilib Rutte Ukrainaga safar paytida ko'rganlarini Tramp bilan muhokama qilgan va qandaydir fikr mulohaza olganmi degan savolga ham 2 marta ha deb javob berdi. Biroq aynan qaysi masalalar muhokama qilinganini hech qachon oshkor qilmasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, Tramp Ukrainada nima sodir bo'layotgani haqida aniq tasavvurga ega. Rutte va Tramp o'rtasida muntazam muloqot bo'lib, ular vaziyat haqida axborot almashib turishadi. Bu bizning doimiy muloqotlarimizni bir qismi deb qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Rutte Ukraina safari yakunlari bo'yicha Trampga aynan nima degani va AQSh prezidentining qanday reaksiya bildirganini aniq aytmadi. Ushbu muhokamalar Washingtonning Ukrainaga kelgusidagi yordam siyosatiga ta'sir qilgan-qilmagani haqida ma'lumot bermadi. Ayni paytda NATO yuqori lavozimli mansabdorlariga ko'ra, Rossiya tomoni Ukraina shaharlari va muhim infratuzilmalariga hujumlarni sezilarli darajada kuchaytirgan. Ma'lum qilinishicha, 2025-yilda Rossiya Federatsiyasi taxminan 55 mingta hujumkor dronlarni uchirgan. Bu 2024-yilga nisbatan taxminan 5 barobar ko'p. Bryusseldagi brifingda Alyansning yuqori lavozimli vakili Ukraina energetika tizimidagi vaziyatni juda og'ir deb atadi. Rossiya harbiylari fuqarolik energetika obyektlariga zarbalar berishda davom etayotganini qayd etdi. Armiya kunidan Quyosh saroyigacha Kim Chen In o'z vorisini e'lon qilishi kutilmoqda. Kim Chen In o'z qizi Kim Chu E'ni mamlakat boshqaruviga voris sifatida tayyorlayotgani taxmin qilinmoqda. Axborot agentligining xabarlariga ko'ra, Kim Chu E so'nggi paytlarda armiya kuni tadbirlari va davlat marosimlarida muntazam ishtirok etmoqda. Shuningdek, u ayrim siyosiy masalalarni muhokama qilish jarayonlarida ham qatnashyapti. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Kim Chu E taxminan 2013-yilda tug'ilgan. Shu bilan birga Kim Chen In oilasida yana farzandlar borligi ham aytilmoqda. Ayrim mutaxassislar Shimoliy Koreyada mavjud qat'iy siyosiy boshqaruv tizimi Kim Chen Inning nisbatan yosh ekani va sog'ligi bilan bog'liq jiddiy muammolar yo'qligini hisobga olib, vorislik masalasida yakuniy xulosaga kelish hali erta ekanini ta'kidlamoqda. Yaqin Sharqda keskinlik. Tramp Eron tomon yana qo'shimcha harbiy kuch yubormoqda. Qo'shma Shtatlarning qo'shimcha harbiy kuchlari prezident Tramp va mudofaa vaziri Pete Hegseth buyrug'i bilan Eron tomon harakatlanmoqda. Bu haqda AQSh moliya vaziri Scott Bessent ma'lum qildi. Prezident va vazir Hegseth harbiy kuchlarini Eron yo'nalishiga yubormoqda, dedi u Fox News kanaliga bergan intervyusida. Uning aytishicha, ayni paytda Tramp va Hegseth bir qator qarorlar qabul qilishi kerak bo'ladi. Biroq gap aynan qanday qarorlar haqida ekani aniq aytilmagan. Wall Street Journal nashri ismi oshkor etilmagan amerikalik amaldorga tayanib, Pentagon mintaqadagi keskin vaziyat fonida ikkinchi aviatashuvchi zarba guruhini Yaqin Sharqqa joylashtirishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida xabar bergan edi. Nashr manbalariga ko'ra, Tramp hozircha ikkinchi zarba guruhini jo'natish bo'yicha rasmiy buyruq bermagan. Rasmiylardan biri aviatashuvchini joylashtirish masalasi bir necha soat ichida hal qilinishi mumkinligini aytgan. Epstein ishida Rossiya izi chiqsa hayron bo'lmayman, dedi Ishinger. Uning ta'kidlashicha, Rossiya barcha jihatlarda butun Yevropa va ayrim Yevropa mamlakatlariga, ayniqsa Germaniyaga qarshi gibrid urush olib bormoqda, dedi. U bu fikrni amerikalik moliyachi Jeffrey Epstein ishida Rossiya izi bo'lishi mumkinligi haqidagi savolga javob berar chog'ida bildirgan. Epstein voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik, shantaj va majburlash bilan bog'liq jinoyatlarda ayblangan. Bizda kiber hujumlar bo'lgan, qotilliklar bo'lgan, har xil targ'ibot faoliyati bo'lgan. Boshqacha aytganda, Rossiya g'arbda qaror qabul qiluvchi siyosatchilar va jamoatchilikka ta'sir o'tkazish uchun istalgan yo'lni izlashi hayratlanarli emas, dedi u. Epstein ishida Rossiya izi bormi bilmayman, lekin shunday deyman. Agar bu iz borligi ma'lum bo'lib qolsa, bu meni hayron qoldirmaydi, degan sobiq diplomat. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang.